Somon nima uchun beriladi abitda? Somonni berishimiz sababi shu yegan nimasini abitda qurg'ut yesa mol yaxshi rezultat bo'lar ekan. O'ziga singitib nima qilar ekan. Mana bu nimalarda ko'rib, telefonlarda ko'rib, hali mol boqayotgan akalar bilan suhbatlashib, o'sha nimada retseptda sekin mana o'zi bermasdi bu zamondan. Faqat abitda suv bilan turardi. Bu sabab birinchi marta mana shunday somon berib sinashimiz. Birinchi marta sinashimiz effekti zo'r ekan. O'sha maslahat berib, yog'siz semirtirishda shu o'ylab topib, mashlab boqib, misol, bir kuni bittasini so'yib berdik, 270 kiloga 9 kilo yog' qildi aka. 270 kilo go'shtga 9 kilo yog' qildi aka. Shu retseptda boqilgan, yog'siz semirganda. Endi hali kepayni o'zida berib odamlar boqyapti, semirtirib qo'yapti-yu, to'g'risi yog'i ko'p bo'lyapti. 20 kilo, 30 kilo yog'ni o'rniga 10 kilo go'sht qo'shib qo'ysa yaxshi degan narsa bo'ladi. Assalomu alaykum bozor trend obunachilari. Mana bugun biz o'zimizni bitta bratishkamiz uyga kelganmiz. Arzon narxda mol boqish sirlarini hosilaga o'rgatamiz. Nima beryapti, mollarni yumalaq achib ketgan deyapti. Hosilaga ko'rsatamiz. Yuringlar ichkariga. Kepaylarni ko'ryapsizmi? Vagonda tushirib qo'yibdi. Ana akalar, mollarni ko'rlang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta novosi baylab qo'ygan. Bu ham anchimchasiga emas, Malibu minmasdan mollar boqyapti. Ukam, assalomu alaykum. Hikmatimlo, qalaysiz? Yaxshi. Uka, bularni endi nima berib boqishingizni biz obunachilarga tushuntirib o'ting. Nech puldan olgansiz? Qanaqa ukordorlar qanchada bo'lyapti? Shularni batafsil berasiz. Endi har xil olganmiz aka, hammasini har xil olib, bitta olib tashaganmiz aka. Nech puldan olingan? Eng pasti shu 15 million bo'lgan chekka deysiz. Bir 2 oymi, 3 oy bo'ldi chekka deysiga. Bunga? Ha, qirg'izga. Bu qirg'iz shvet, ha? Shvet 3 oy bo'ldi shunga aka. 15 millionga olingan. 15 millionga olingan aka. Bunisi-chi? Bunisi o'zimizni molni bolasi bu aka. Buni olinmagan. Mashi bilan mana u ikkovsi 43 million bo'ldi mana o'ttadaydan tashqari bu ikkovsi. Yomon emas semiribdi, mana shunisi. 43 million ikkovsi. 43 million. Mana u 23 million 500 ming bo'lgan mashina yaqinda oldik buni. Qancha bo'ldi? 2 oy bo'ldimi? 2 oy bo'ldi. 1,5 oy, 1 oy, 1,5 oy bo'ldi mana shu uchosini olganimizga. Ha, chekkadagi endi u ham 3 oymi, 4 oy bo'ldi bu chekkadagi kattaga. Necha arvoqroq bu? Bu jaydari o'zimiz. Jaydari o'zimiz, ha. Bu ham yosh ekan, ha? Yosh buzgan yo'q aka hali. O'sha yoshi basharasi aytib turibdi. Bularga endi necha kilodan beryapsiz? Qanaqa bo'lyapti? Silos beryapsiz, nima beryapsiz? Aka bizda nimamiz, o'sha ertalabda silos beramiz aka. Silos berib, silos ustiga 1,5 kilodan kattasiga 2 kilo, kichiklarga 1,5 kilodan kepaydi. Shu bilan bo'ldi aka. Bu mana tarozlar qo'yib qo'ysiz, tarozlar haydalyaptimi? Tarozda haydaladi aka, hamma yo'q tortib. Silosgacha tortib beramiz aka. Rejimda-ding? Rejimda hammasi kilolab tortib beriladi aka. Hozir mashinasi necha kilo yeyapti bir kunda? Kattalari 8 kilo, o'yin kattasi 10 kilo edi. 10 kilo nima? Silos. Silosda o'zini yeydi. 2 kilo kepay bilan 12 kilo bo'ladi. Bunisi 8 kilodan, mana shu katta 8 kilodan yeydi aka silosda. Shu o'rtadaylar. Ha, narigilar 7 kilo, 6 kilodan yo'radi. Ustiga 1,5 kichkinalarga 1 kilodan, kattalarga 2 kilodan kepay beramiz aka. Silos ustiga. Shu bilan bo'ldi, albatta suvini tutadi, albatta keyin o'sha suv ichib bo'lgandan keyin o'sha somonni jichcha ko'p bas, o'sha jichcha somonga silos aralashtirib, albatta berib qo'yamiz. Bir 2 kilo 2 kilodan. Mana uni? Ha, o'sha. Nomiga silos qo'shib yuboring, Drabilkadan chiqqan. Altemur Drabilkalardan chiqqan. Altemur. Yaxshi, zo'r. Somonni o'zini beradi. Somonni o'zi. Yevoradimi shunda? Shunday yeydi aka bo'ldi. Shu bilan kechki paytga keyin kechki paytga 2 kilo sho'rxa beramiz aka. 1,5 kilo kepay beramiz. 2 kilo kattalarga kunjara, kichkinalar 1 kilodan kunjara yeydi. 2 kilodan hammasi ham sho'rxa yeydi. Bir kunda o'shanda mana katta novosiz necha pul yeyapti? 41 ming yeyapti aka. 41 ming so'm. Kattalar 41 mingdan yeyapti. Kattalar endi 30 mingga boradi. 3 to'rosi. Bu to'rosi. Ha, bu ham semisda chekkadagi. Bular ham 41 mingga boryapti mashina. Ha, bu ham ishi yaxshi. O'sha mashinalar bilan teppa-teng yeydi. Hozir bu 3 tayyor bo'ldi, sotamiz endi xudo xolasa. O'zimizning oshxonaga so'yib beramiz aka. Yog'lari qanaqa chiqyapti oldingi novosingizdan? Aka, jicha qimmat boqilyapti, yog'i o'ta kam chiqyapti bunda boqilishi. Nimaga qimmat bo'lishining sababi ham o'sha yog'siz semirtirish. O'zimizni qassobxonaga so'yamiz. Abror akam, o'zim akam bor, bitta o'sha qandoshimiz, o'sha boydadan o'g'li, o'shani qassobxonasiga so'yib beramiz aka. O'sha maslahat berib, yog'siz semirtirishda shu o'ylab topib, mashlab boqib, misol, bir kuni bittasini so'yib berdik, 270 kiloga 9 kilo yog' qildi aka.
70 kilo go'shtga 9 kilo yog' qildi aka. Shu retseptda boqilgan. Yog'siz semirganda. Ha, Endi hali kepayni o'zida berib odamlar boqyapti, semirtirib qo'yapti-yu, to'g'risi yog'i ko'p bo'lyapti. 20 kilo, 30 kilo yog'ni o'rniga 10 kilo go'sht qo'shib qo'ysa yaxshi degan narsa bo'ladi aka. sizda effekt yaxshi. Effekti yaxshi. Ko'pakka qaraganda Kunja kunjara. jicha rasvotis ko'p, o'shunga qarab samaradorligi ham yaxshi aka. Endi kimga qanaqa boqish? Endi hammani boqish o'zini nimasi bor. Har xil. Lekin Abror sizga o'rgatadigan bo'lsa, Abror faqat u yog' sotmaydi-ku bola. To'lka qizil go'sht sotadi, o'shaning uchun sizga chiroyli maslahatlar beryapti. Malades. Hozir necha kilo keladi o'ylaysiz 3 vazni bir boshdan? O'zingiz mana qanchadan mol boqasiz? Olganimizda endi mashlar 450 kilo, 460 kilodan kelgan. Endi bitta totib ko'rmaganmiz. Go'sht eski. O 3 vesda misol o'sha payt endi hozir kelib qolar 500 ga borib bormay. Tepalardan ham udar bo'lib ketibdi. Mana tepalardan ham qarang oling. Mashina qancha olgansiz mashina o'zini? Ashini o'zini 23 million 500 mingga olganmiz. 1,5 oy bo'ldi shekilli yashinga. Yo'q-e. 1,5 oy. Aytyapman, Zo'r boqib qo'yibsiz, qarang. Malades. Mashi kunjarani necha kilo dedingiz? Kunjaran 2 kilodan kattalari. Mashi to'rosi 2 kilodan 1 kunligi. 1 kunligi. Kepaychi Kepay 1 kunligi 3 kilo. 3 kilo. Bir donasi 3 kilodanmi yo hammasiga 3 kilomi? Yo'q, ertalab 2 kilo, avtang esa 1 kilo, 1,5 kilo beramiz nimasiga qarab. Yeyishiga qarab. Yeyishiga qarab. Oxir hali ortib qolsa yana qo'shilaveradi. Misol ertalab yemini yeb bo'ldimi, yemni tozalab bo'lgandan keyin oxirida suv turadi, suvni bekitib qo'yamiz, suvni ichib 1 soat, 2 soat turgandan keyin hozir mana endi suvni chiqarib tashlab nima qilamiz aka? Quruq somon tashlab qo'yamiz, yeb yotishaveradi. Somon nima uchun beriladi abitda? Somonni berishning sababi shu yegan nimasini abitda qurg'ut yesa mol yaxshi rezultat bo'lar ekan. O'ziga singitib nima qilar ekan. Mana bu nimalarda ko'rib, telefonlarda ko'rib, hali mol boqayotgan akalar bilan suhbatlashib, o'sha nimada retseptda sekin mana o'zi bermasdi bizdan oldin. Faqat abitda suv bilan turardi. Bu safar birinchi marta mana shunday somon berib sinasizmi? Birinchi marta sinashimda effekti zo'r ekan. Kechqurun ashi yem deya bo'lgandan keyin qonni chiqishiga qarab 3 kilo yo 4 kilo. Kattasi esa 3 kilo edi. Shu bilan qonni to'yadi. Qonni chiqmasa checha qo'shamiz baribir. Qonni to'q tursa keyin mol o'zgaraveradi aka. Immuniteti yaxshi bo'lsa molda kasallik ham yuqmaydi. Kasallik ham yuqmaydi. Ularga doktoringiz bor, ha? Doktor bor o'zimizda. Kayfiyatlari ham zo'r turibdi, qarang mollar. Doktor kelib har juma o'zi kelib nazorat qiladi aka. Yosh mollardan 15 kunda bir kelib vitaminini qilib, Yuvosh ekan. vitaminda ish ko'p ekan. Birinchi o'rinda yuvoshlik, o'sha sog'lomligida buni sog'lom bo'lsa effekt yaxshi beradi. Endi bularni qolgan obunachilarimizga nima deysiz? Mana tavsiya berasizmi? Endi yaxshi bo'lyapti bizda endi hamma har xil aka. Arzonni sho'rvasi tatimi endi. Arzon shunaqa yog'lik mol sotgandan yog'siz mol sotgan ming marta yaxshi. Go'shtli. 20 kilo yog' qilmasin, 5 kilo go'sht qo'shib qo'ysa o'sha effektli bo'ladi aka. Xotirjam sotasiz ham keyin. Ikki molar kiyindi o'tirmaysizda orqada hali aka yog'liq akani ikkitasi yuzdan chiqib ketsa ijolachilik bo'ladi. Bir marta so'rab olgandan keyin keyingi safar siz aytsangiz o'sha qassob Kelaveradi o'zi. Shunday kelib indamay olib ketaveradi-da. Zo'r. Alloh rozi bo'lsin, malades. Qadrli obunachilar, mana sizlarga yetarli ma'lumotni berdi deb o'ylaymiz. Yana gapirmagan gaplarimiz o'z kommentariyada o'z izohlarini qoldirsalaring, o'zimiz ukamiz kirib javoblarni yozadi kommentariyga. Ukam, Bo'ldi aka. erinmasdan sog' bo'lasiz, salomat bo'ling. Mashinaning ovozlaridan sizlarga ham xudo xolasa nima deydi? Olib boqishga taklif qilamiz. Bozorlarda xudo xolasa hozir arzon deyishyapti. Mana shuni 23 millionga olibdi. 23 million 500. 23 million 500 ming 1,5 oy oldin. 1,5 oy oldin oldi. Effekti zo'r mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like, podpiska mol boqarlarga jo'natib qo'yamiz.